Assalomu alaykum. Navbatdagi obyektimizda xudo xohlasa elektromontaj ishlarini yakunladik. Desa ham bo'laveradi. Bu joyda shitimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Albatta bu shitimizda ham relay напряжениялар har bitta faza uchun va avtomatlarimiz va uzovlarimiz bilan himoyaga olganmiz. Gruppalarimizni bu joyda hop birinchi etajda kabellarimiz o'zini tortganmiz gofrasiz beton bo'lgani uchun. Ikkinchi etajda yog'ochli joylarimizda esa gofradan foydalanganmiz. Kabellarimiz hammasi VVG engi A. Hop ko'rishingiz mumkin. Hammasi chiroyli ishtirobalarni qilib tekis imkoniyatimiz darajasida chiroylilab montajlarni qilib berganmiz. Bu esa ikkinchi etajimiz. Ikkinchi etajda yog'och bo'lgani uchun gofralardan foydalandik. Xo'p, bu gofralarimiz PND emas, PVH O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Sifati juda ham yaxshi ekan. Birinchi marta ishlatishimiz. Xudo xohlasa qolgan obyektlarimizda ham shu gofradan ishlatishga harakat qilamiz.